Avval xabar berganimizdek, poytaxtimiz Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari yetakchi milliy tahlil markazlarining xalqaro konferensiyasiga mezbonlik qilmoqda. Ayni jarayonlardan hamkasbimiz Azima Qiyosova jonli efir orqali ma'lumotlar taqdim etadi. Assalomu alaykum, marhamat, siz efirdasiz. Studiya, assalomu alaykum. Yana bir bor kun xayrli bo'lsin. Xabar berib borayotganimizdek, poytaxtimizda o'tkazilayotgan xalqaro anjuman aynan Turkiy tilli davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning savdo-iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, qo'shma tadqiqotlar va strategik yechimlarni taklif etish mavzusiga bag'ishlangan. Bu yerda Vengriya, Turkiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston kabi 6 ta davlatdan 16 ta xalqaro 16 ta aql markazlaridan yetakchi mutaxassislar, rahbarlar ishtirok etishmoqda va aytishimiz kerak, bugun Turkiy tashkilotlar, Turkiy tilli davlatlar tashkiloti jahonda o'z ovoziga, o'z aytar so'ziga ega bo'lib borayotgan nufuzli tashkilot sanaladi. Ushbu tashkilotga a'zo mamlakatlarning aholisi bugun jahondagi 160 million aholidan oshib ketdi va aytishimiz kerak, ular 4 million 200 ming kvadrat kilometrlik katta geosiyosiy hududda istiqomat qilishmoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislarining tahlillariga ko'ra, 2024-yilda Turkiy tilli davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning nominal yalpi ichki mahsuloti 2,1 trillion dollardan oshib ketdi. Bu jahon yalpi ichki mahsulotining 1,9% degani. Va tashqi savdo aylanmasi, ushbu mamlakatlarning tashqi savdo aylanmasi 1,2 trillion dollardan oshdi. Bu kichkina raqamlar emas. Bu tashkilotga a'zo bo'lgan mamlakatlarning barcha jabhalarda hamkorlik aloqalari kuchayib bormoqda. Kundan kunga kuchayib bormoqda. Ayniqsa iqtisodiy, savdo, ijtimoiy sohalarda ham hamkorlik aloqalari kengayapti. Bugungi xalqaro anjumandan ko'zlangan maqsad qo'shma tadqiqotlarni yanada kengaytirish, aql markazlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini kuchaytirish, strategik yechimlarni taklif etish va 5 ta memorandum imzolanishi ko'zda tutilyapti. Umuman kengroq ma'lumotni biz iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi bo'lim boshlig'idan olamiz. Fazliddin aka, Nasriddinov Fazliddin aka, umuman Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning aql markazlari o'rtasida qanday hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan va bugungi anjumandan biz nimalarni kutyapmiz? Avvalambor ta'kidlab o'tishim kerak, bugungi anjuman juda muhokamalarga boy bo'lmoqda. Eng muhim taraf shundan iboratki, o'tgan yil muhtaram yurtboshimiz tomonidan tashabbuslari bilan Iqtisodiy tadqiqot islohotlar markazi Ozarbayjonga tashrif buyurdi va bunda qator vazirlik idoralari bilan uchrashildi va tashrif natijasiga ko'ra yo'l xaritasi tasdiqlandi va eng muhim taraf sanab o'tish kerak, bugungi muhokamada mana shu amaliyotni, O'zbekiston amaliyotini boshqa davlatlarga yoyish, ya'ni boshqa aql markazlari bilan birgalikda tashkil etish muhokamasi bo'ldi. Yana bir qiziq taraf shundan iboratki, bugungi global dunyo bozoridagi o'zgarishlardan kelib chiqib, aql markazlarining bu tartibda o'tkaziladigan muhokamalari, tadqiqotlari kelgusida mamlakatlarning iqtisodiy salohiyatini oshirishda, aholi turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qilishiga ishonamiz. Yana bir qiziq tarafi Toshkent, bugun O'zbekiston poytaxti Toshkent mana shunaqa aql markazlarining bir global platformasiga aylanmoqdaki, muhokamalarga va muhokamalar natijasida erishiladigan natijalar juda salmoqli. Yuqori sanab 35 ta memorandumimiz. Bu boshlanishi xolos. Sababi bunaqa memorandumlar hozir bizning muhokamada yana kengaytirish tarafdori bo'lib turibmiz. Tadqiqotlar o'tkazish, aynan strategik tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha O'zbekiston yaxshigina tajriba to'pladi. Aynan iqtisodiy tadqiqotlar, islohotlar markazi bugun dunyoda alohida o'ringa ega. Aynan tadqiqotlarni kengaytirish bo'yicha endi Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari kuchayadi. To'g'rimi? Xuddi shunday. Turkiy davlatlariga a'zo mamlakatlar aql markazlari bilan aloqalarimiz yanada kuchayadi. Bunga nafaqat milliy aql markazlari tashkil qilingan, ishtirok etmoqda 11 tadan ziyod. Bularni ham aloqasini ular bilan rivojlantirishga, kengroq memorandum imzolashga, tadqiqotlarni, strategik tadqiqotlarni ko'paytirishga harakat qilmoqda biza. 5 ta shartnoma imzolanadi dedik. Qaysi yo'nalishlar? Asosiy yo'nalish bu iqtisodiy tadqiqotlar, transport aloqasini rivojlantirish, transformatsiya, elektron kommersiya bo'yicha va eng muhim tarafi hozir mana tadqiqotda mana ichkarida shunaqa muhokama bo'lyaptiki, o'rta yo'lak salohiyatidan kengroq foydalanish bo'yicha, transport, logistika, iqtisodiy savdo hamkorliklari bo'yicha ham kengaytirish yo'lga qo'yiladi. Rahmat Fazliddin aka ma'lumotlaringiz uchun va aytishimiz kerak, ushbu xalqaro anjuman davlatimiz rahbarining Turkiy davlatlar tashkilotining 11-sessiyasi o'tkazilgan edi. O'tgan yil 6-noyabr kuni Bishkekda. Mana shu sammitda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oyalar, tashabbuslarning natijasi deya olamiz ushbu xalqaro anjumanni. Endi
endi Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning aql markazlari o'rtasida hamkorlik aloqalari yanada kengayadi. Hozir suhbatdoshim aytganlaridek 5 ta xalqaro shartnoma tuzilishi ko'zda tutilyapti. Bu transport, logistika sohasida iqtisodiy, savdo, ishbilarmonlik, biznes muhitini rivojlantirish kabi ko'plab sohalarni, yo'nalishlarni qamrab oladi. Jarayonlar qizg'in ketyapti, sessiyalar davom etyapti. Bu bo'yicha biz kengroq ma'lumotlarni yana taqdim etib boramiz. Hozircha shu. Hamkasbim Azima Qiyosovaga yetkazgan ma'lumotlar uchun rahmat deb qolaman.